Bolalar barchangizga assalomu alaykum. Bugungi videoroligimizga xush kelibsizlar. Hammangizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bolalar, bugungi videoroligimizda sizlarga Binarium platformasini statuslari haqida to'liq ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Binarium platformasida juda ham ko'p statuslar mavjud. Start, standart, business, premier va VIP statusi. Aynan bugungi videoroligimizni diqqat va e'tibor bilan oxirigacha kuzatadigan bo'lsanglar, o'sha statuslar haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishligingiz mumkin bo'ladi. Chunki statusingiz qancha balandroq bo'ladigan bo'lsa, rebatingiz ham shuncha balandroq bo'ladi. Masalan, deylik, Binarium platformasi orqali savdo qilib $1000 yo'qotadigan bo'lsangiz, bilasizmi, 15% gacha yo'qotgan pullaringizni qaytarib olishligingiz mumkin bo'ladi. O'tgan videoroliklarda bunga o'xshash informatsiyalar berilmagan. O'shaning uchun kontentimizni qo'llab-quvvatlash sifatida albatta maksimal darajada bu videoroligimiz ostida aktivingizni ko'rsatishni unutmang. Biz bo'lmasam boshladik. Bolalar, barchangizga assalomu alaykum. Bugungi videoroligimizga xush kelibsizlar. Hammangizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bolalar, bu videoroligimizda sizlarga Binarium platformasini barcha fishkalarini ko'rsatib, o'rgatib o'tishga harakat qilamiz. Videoroligimiz juda ham foydali va qiziqarli bo'lib o'tadi. Albatta, davom ettirishdan avval kanalimizga obuna bo'lib, bu videoroligimizga like bosishni ham unutmanglar. O'tgan videoroliklarimizda sizlarga Binarium platformasi haqida to'liq ma'lumotlarni yetkazib bergandik. Undan tashqari, bu platforma orqali ro'yxatdan o'tishni o'rgatib o'tgandik va savdo qilish bo'yicha to'liq ma'lumotlarni yetkazib bergandik. Bugungi videoroligimizda esa sizlarga Binarium platformasini barcha fishkalarini ko'rsatib va o'rgatib o'tishga harakat qilamiz. Albatta, qo'shimcha savollaringiz tug'iladigan bo'lsa, bizga komment orqali murojaat qilishligingiz mumkin bo'ladi. Kommentariyada berilayotgan barcha savollarga to'liq tarzda javob berib o'tishga harakat qilamiz. Xo'p bolalar, ro'yxatni verifikatsiyadan o'tib olganingizdan so'ng xuddi shunaqa ko'rinishga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Minimal shotingizni to'ldirish uchun sizlarga rublda bo'lsa 3000 rubl, dollarda bo'lsa $10, so'mda bo'lsa 500 ming so'm kerak bo'ladi. Ammo bolalar, shotinglarni to'ldirishdan avval bitta bo'limiga ahamiyat berishinglarni so'rab qolamiz. Ya'ni tipi shitov bo'limi mavjud. Profil tugmachasiga bosganingizdan so'ng xuddi shu bo'limni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu o'zi qanday bo'lim deydigan bo'lsanglar, kelinglar noldan to'liq tarzda ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Oddiy qilib aytganda bolalar, start versiyasi mavjud. Shotinglarni $100 ga to'ldiradigan bo'lsanglar, sizlar start oddiy qilib aytganda bo'limiga o'tasizlar. Standart bo'limi mavjud. Shotinglarni $100 dan $500 gacha to'ldiradigan bo'lsanglar, standart uroviniga o'tishinglar mumkin bo'ladi. Biznes urovini mavjud. Ya'ni shotinglarni $500 dan $2000 gacha to'ldiradigan bo'lsanglar, sizlar уже сразу biznes uroviniga o'tasizlar. Va bizda oddiy qilib aytganda premium va VIP bo'limlari mavjud. Premium 2000 dan 5000 gacha, VIP esa bolalar $5000. Shotinglarni $5000 ga to'ldiradigan bo'lsanglar, сразу VIP uroviniga o'tishinglar mumkin bo'ladi. Limit zayavak. Oddiy qilib aytganda, bitimlarni ochayotgan paytingizda limitsiz bitimlarni ochishinglar mumkin bo'ladi. Agar VIP bo'limini o'rnatadigan bo'lsanglar, trade back. Oddiy qilib aytganda $5000 da hammasini slif qo'radigan bo'lsanglar, 15% ni trade back tarzda, ya'ni cashback tarzda qaytarib olishingiz mumkin bo'ladi. Торговые активы VIP bo'limida 120 bitta, Premierda oddiy qilib aytganda 113 ta, biznesda esa 92 ta. Xo'p, обработка запроса на вывод. Oddiy qilib aytganda VIP statusga o'tadigan bo'lsanglar, pulinglarni выводga qo'yadigan bo'lsanglar, pulinglar 1 kunda ichida chiqariladi. Premiumda ham xuddi shunaqa, biznesda 2 kun, standartda 3 kun, startda esa bolalar 5 kun hisoblanadi. Торговая комната. Oddiy qilib aytganda, biznes, premium va VIPda торговые комнаталari mavjud. Ya'ni tekin signalni olgan holda o'sha signallar bo'yicha bemalol savdo qilishligingiz mumkin bo'ladi. Summa одновременных сделок. VIPda bez limit, xohlagancha bitim ochib yopishingiz mumkin bo'ladi. Bitta summani ishlatgan holda biznesda $1000 tashkil etadi, startda esa $100 tashkil etadi. O'shaning uchun ham bolalar, ro'yxatdan verifikatsiyadan o'tib olganingizdan so'ng shotinglarni to'ldirishdan avval birinchi bo'lib shu narsaga ahamiyat berishga harakat qilinglar. Shotinglarni bugun $50 ga to'ldirib, ertaga $2000 ga to'ldirgandan ko'ra, сразу shu kattaroq summaga to'ldirganinglar ma'qul, chunki сразу sizlar уже kattaroq statusga o'tib, o'sha statusi foydalaridan bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, shu qanday qilib to'ldiraman deydigan bo'lsanglar, пополнить tugmachasiga bosishingiz kerak bo'ladi, xolos. Va bolalar,
O'tgan videoroligimizda sizlarga aytib o'tdim, agar Binarium platformasida savdo qilib ishlaydigan bo'lsanglar, sizga Trading View kerak emas deb. Nimaga? Chunki men bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, Trading View ning logotipi mavjud. Agar o'sha tugmachaga bosadigan bo'lsangiz bo'ldi. Men bu grafik, men bu instrumentlar sizlarga tanish degan umiddaman. Ya'ni bu grafik уже Trading View ning grafiki desak ham bo'ladi bolalar. Tushuntira oldimmi? Sizlarga bitta obnovить qiladigan bo'lsa, yaxshiroq ko'rinadi menimcha. Tak, mana ko'rishingiz mumkin. Hamma instrumentlar Trading View daqa. Grafikni ko'rinishi ham Trading View daqa bolalar. Ya'ni oddiy qilib aytganda, biz endi bitimni ochib, yopmoqchi bo'ladigan bo'lsak, alohida Trading View orqali analiz qilib, Binarium orqali bitimlarni ochishimiz shart emas. Biz bitta mana bu tugmachaga bosamiz, xolos. Shu tugmachaga bosganimizdan so'ng Trading Viewda bor barcha texnik instrumentlar, indikatorlar bu yerda ham mavjud bo'ladi. Yo'qotib eka, menga Binarium platformasini o'zini grafiki, o'zini instrumentlari ko'proq yoqdi deydigan bo'lsanglar, prosta o'chirib qo'yasizlar xolos. Va bolalar, sizlarga bugungi video roligimizda statuslar haqida to'liq ma'lumotlarni berib o'tdik-ku. Shu o'tlarni to'ldirishdan avval yana bitta narsaga ahamiyat beringlar. Bizning promokodimiz ham mavjud. Video roligimiz opisaniyasida o'sha promokodni qoldiramiz. Agar shu o'tlarni 1 millionga to'ldiradigan bo'lsanglar va bizning promokodni kiritadigan bo'lsanglar, shu o'tlarga уже 1 million so'm emas, 2 million so'm pul tushadi. Agar shu o'tlarni 10 millionga to'ldirib bizning promokodni kiritadigan bo'lsanglar, shu o'tlarga 10 million so'm emas, bolalar 20 million so'm pul tushadi. Tushuntira oldimmi? Ba'zi bir savol javoblaringiz bo'ladigan bo'lsa, har doimgidek shu savollaringizni komment orqali kutib qolamiz. Barchangizga xayr bolalar, sog' bo'linglar, charchamanglar. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha